но он, как мужчина, решил не сниматься с этого поля и выйти показать шоу. Давайте за это ему похлопаем, это настоящий воин. Adilxon, люди ждут твоих слов. Nimaga rahmat kattakon, shunchalik qo'llab-quvvatlab, oddiy bir qishloq bolasini kommentariyalarida Odilxon deb hamma zo'r yozib, конечно, o'sha odamlar hozir mendan xafa, umidlari puchga chiqdi. Lekin yutishni bilgan odam yutqazishni ham bilish kerak. Men sizlarga va'da berib aytamanki, va'dalarim ustidan chiqqanman. Qo'limdan ko'p narsa kelishini ko'p bor isbotlaganman. Damirchik молодец, bugun kuni ekan. Unga hayterlikda negativ yozib o'tirmaylar. Ko'proq mehnat qilgan ekan yoki bizidir qaysi bir ishini ustidan yopmagan ekan. Mayli endi. Nima kuchli bo'lib aytaman. Sulton bilan, Aktagon bilan kelishganmiz. Har 2 oyda o'sha tez jang o'tkazishdi. Iltimos qilganman bir sakaysi degan. Eslab qolinglar. Keyingi sarlavhalarda g'alaba bo'ladi. Sizlarni xursand qilishda davom etaman. Meni kechiring. Adilxon